Agar siz har bir so'zga, har bir harakatga, har bir hurmatsizlikka reaksiya qilayotgan bo'lsangiz, siz boshqarilyapsiz. Kuch baland ovozda emas. Kuch javob bermaslikda. Bu audiokitob sizga shuni o'rgatadi: qanday qilib hissiyotlaringiz sizni emas, siz hissiyotlaringizni boshqarishingizni. Bugundan boshlab siz reaksiya qiluvchi emas, nazorat qiluvchi bo'lasiz. Jim bo'lasiz. Sokin bo'lasiz. Ammo ichingizda temir kabi mustahkam bo'lasiz. Birinchi bob: reaksiya bu zaiflik. Reaksiya qilayotgan paytingda sen kuchli emassan. Buni aniq tushunib ol. Reaksiya bu impuls. Impuls esa nazorat emas. Kim tez javob bersa, o'sha yutqazadi. Kim tez jahl qilsa, o'sha boshqariladi. Bu haqiqat. Qattiq. O'zgarmas. Agar seni kimdir birgina so'zi bilan jahlingni chiqarib qo'ya olsa, sen ozod emassan. Agar seni birgina qarash bilan izdan chiqara olsa, sen mustahkam emassan. Agar seni ijtimoiy tarmoqdagi bir izoh kechasi bilan uxlatmay qo'ysa, sen nazoratda emassan. Bu yerda tanlov bor. Yo'q have choyti. Har doim tanlov bor. Sen reaksiya qilishing mumkin. Yoki sen sukut saqlashing mumkin. Shu yerda farq boshlanadi. Reaksiya qiladigan odam tashqi dunyoga o'z boshqaruvini topshiradi. U shunday deydi: mening kayfiyatim sening qo'lingda. Bu zaiflik. Kuchli odam bunday qilmaydi. U ichkaridan boshqaradi. U o'ziga ruxsat bermaydi. Ijtimoiy tarmoqlarga qaragin. Bir izoh. Bitta emoji. Bitta provokatsiya. Va odamlar portlaydi. Ular yozadi. Oqlanadi. Bahslashadi. Ular energiyasini, vaqtini, diqqatini sovuradi. Va oxirida nima bo'ladi? Hech narsa. Bahsni yutgandek bo'lishadi, lekin o'zlarini yutqazishadi. Chats teke. Bahs emas. Nazorat muhim. Oilaviy kelishmovchiliklarni o'ylab ko'r. Kim ovozini baland ko'tarsa yutqazadi. Kim o'zini tutolmasa, zaif tomonini ochib qo'yadi. Reaksiya bu ichki intizom yo'qligining belgisi. Bu shuni anglatadi: sen ichingda boshliq bor. Va odamlar aynan shu boshliqni bosadi. Shuni eslab qol. Kim seni jahlga keltirsa, seni boshqaradi. Bu gapni yana eshit. Kim seni jahlga keltirsa, seni boshqaradi. Agar sen har bir hurmatsizlikka javob qaytarishga majbur bo'lsang, sen kuchli emassan. Sen bog'langansan. Sen qaram bo'lgansan. You don't need her permission. Senga hech kimdan javob berishga ruxsat kerak emas. Senga faqat ichki nazorat kerak. Ko'pchilik buni tushunmaydi. Ular jim qolishni yutqazish deb o'ylaydi. Aslida esa jim qolish kuch yig'ishdir. Bu gurur masalasi emas. Bu ego haqida emas. It's not about gurur, it's about intizom. Kuchli odam o'zini isbotlamaydi. U natija bilan gapiradi. U vaqtni tanlaydi. Joyni tanlaydi. Javobni tanlaydi. Reaksiya qiladigan odam esa hozir va darhol javob berish kerak deb o'ylaydi. Bu tuzoq. Bu psixologik tuzoq. Chunki sen reaksiya qilgan zahoti sen o'yinga kirib qolding. Va bu o'yin sening qoidang bilan emas. Sen hozir shuni tushunishing kerak. Seni ataylab reaksiya qildirishadi. Bu tasodif emas. Ishxonada, oilada, internetda. Provokatsiya bu Kim o'zini tutolmaydi? Kim ichki intizomga ega emas? Yo'q have choyti. Har safar, har vaziyatda. Keyingi safar kimdir seni jahlingni chiqarishga harakat qilganda, to'xta. Nafas ol. Jim qol. Bu qo'rqoqlik emas. Bu strategiya. Reaksiya qilmaslik bu mushak. U mashq bilan kuchayadi. Birinchi marta qiyin bo'ladi. Iching qaynaydi. Egoing qichqiradi, javob ber. Lekin sen javob bermaysan. Chunki sen intizomni tanlading. Chats teke. Sen shuni qilganing zahoti ichki kuch paydo bo'ladi. Sekin. Jim.
Lekin real. Vaqt o'tib odamlar buni sezadi. Ular seni sinab ko'rishni to'xtatadi. Chunki ular sendan reaksiya olmaydi. Reaksiya bo'lmasa, o'yin yo'q. O'yin bo'lmasa, boshqaruv yo'q. Shuni tushun. Reaksiya qilmaslik seni sovuq qilmaydi. U seni barqaror qiladi. Bu hissiz bo'lish emas. Bu hissiyotlarni boshqarish. It's not about hissiyotlarni yo'q qilish, it's about nazorat. Bu butun kitobning asosi. Bugun sen bitta qaror qabul qilishing kerak. Shunchaki bitta. Endi sen har bir vaziyatda avtomatik javob bermaysan. Sen tanlaysan. Yo xavier choyti. Agar bu bobdan bitta gapni olib qolishing kerak bo'lsa, shu bo'lsin. Kim seni jahlga keltirsa, seni boshqaradi. Endi savol. Sen boshqarilasanmi? Yoki sen boshqarasanmi? Sen reaksiya ustidan nazoratni olding. Bu birinchi qadam. Endi esa yanada chuqurroq kiramiz. Chunki jim qolish faqat boshlanishi. Keyingi bobda biz haqiqiy kuch nimada ekanini gaplashamiz. Reaksiya emas. Jimlik emas. Balki undan ham kuchli qurolda. Ikkinchi bob, jim qolish bu yutish. Jim qolish qo'rqoqlik emas. Buni hozir aniqlab olamiz. Jim qolish bu strategiya. Ko'pchilik jimlikdan qo'rqadi. Chunki ular jim qolsa yutqazaman deb o'ylaydi. Aslida esa teskarisi. Kim ko'p gapirsa, o'sha ochiladi. Kim ochilsa, o'sha himoyasiz bo'ladi. Kim himoyasiz bo'lsa, o'sha yutqazadi. Chats teki. Jim qolish bu o'zini bosish emas. Jim qolish bu o'zini boshqarish. Bu farqni tushunmasang, sen doim reaksiya qilasan. Yo xavier choyti. Har vaziyatda tanlov bor. Gapirasanmi yoki jim qolasanmi? Kuchli odamlar tarixiga qaragin. Haqiqiy yetakchilar ko'p gapirmaydi. Ular kam gapiradi. Lekin aniq gapiradi. Ular har bir fikrini tashlamaydi. Ular har bir bahsga kirmaydi. Ular har bir provokatsiyaga javob bermaydi. Nega? Chunki ular biladi, har bir so'z energiya. Har bir so'z pozitsiya. Jim qolish bu pozitsiyani saqlash. Bu o'zingni baland qo'yish. Bu ichki ustunlik. Ko'pchilik esa buni tushunmaydi. Ular o'zini himoya qilish uchun gapiradi. O'zini oqlash uchun gapiradi. Bu zaiflik. It's not about oqlash, it's about intizom. O'zingni oqlayotgan bo'lsang, sen past pozitsiyadasan. O'zingni tushuntirayotgan bo'lsang, sen nazoratni yo'qotgansan. Kuchli odam tushuntirmaydi. U tanlaydi. Jim qolish bu kuch yegilayotgan payt. Yana eshit. Jimlik kuch yegilayotgan payt. Ichingda kuch to'planadi. Onging tiniqlashadi. Keyingi qadam aniq bo'ladi. Hayotiy misolni ko'r. Ish joyida kim doim gapiradi? Kim doim bahslashadi? Odatda eng kam natija qiladiganlar. Eng ko'p shikoyat qiladiganlar. Eng tez yonadiganlar. Yetakchichi. U kuzatadi. U jim. U gapirganda esa hamma tinglaydi. Chunki u behuda gapirmaydi. Chats teki. Jimlik seni ko'rinmas qilmaydi. Jimlik seni kuchli qiladi. Bu paradoks, lekin bu haqiqat. You don't need their permission. Senga gapirish uchun ruxsat kerak emas. Senga jim qolish uchun ham ruxsat kerak emas. Bu ichki qaror. Bu intizom. Keyingi safar seni bahsga tortishsa, to'xta. Keyingi safar seni oqlanishga majbur qilishsa, to'xta. Yo xavier choyti. Sen har doim jim qolishing shart emas. Lekin sen qachon gapirishni bilishing shart. Jimlik bu vaqt sotib olish. Bu vaqt ichida sen o'ylaysan. Baholaysan. Nazoratni saqlaysan. Kuchli odamlar tez qaror qabul qiladi, lekin shoshilmaydi. Bu farqni tushun. Shoshilish reaksiya. Jimlik strategiya. It's not about tezlik, it's about aniqlik. Jim qolish seni sovuq qilmaydi. U seni barqaror qiladi.
Odamlar seni oqiy olmay qoladi. Va odamlar oqiy olmaydigan narsadan qo'rqadi. Shu sababli jim odam doim ustun. Bu psixologiya. Bu real hayot. Oila ichida ham shunday. Kim baland gapirsa, vaziyat yomonlashadi. Kim jim qolsa, vaziyat soviydi. Jimlik bu yonginni o'chirish. Reaksiya bu yonginga benzin sepish. Chats teke. Endi amaliy qoidani eslab qol. Bir qoida. Juda oddiy. Agar vaziyat emotsional bo'lsa, jim qol. Agar jahling chiqsa, jim qol. Agar darhol javob berishni xohlasang, aynan o'sha payt jim qol. Bu mashq. Bu trening. Birinchi marta qiyin bo'ladi. Iching gapirmoqchi bo'ladi. Egoing baqiradi. Lekin sen jim qolasang, sen yutasan. Sekin. Jim. Lekin ishonchli. Jimlik seni kuchli yo'lga olib chiqadi. Bu yo'l shovqinli emas. Bu yo'l barqaror. Shuni yodda tut. Jimlik kuch yegilayotgan payt. Bu gapni o'zingga qayta-qayta ayt. Bugun sen yana bir qadam oldinga otding. Avval reaksiya zaiflik ekanini bilding. Endi jimlik yutish ekanini bilding. Lekin bu hali hammasi emas. Jim qolish yetarli emas. Chunki ba'zan jimlikning ortida ham xato yashirinadi. Ba'zan jimlikni noto'g'ri sabab bilan tanlashadi. Endi biz bundan ham muhim masalaga o'tamiz. Chunki haqiqiy dushman tashqarida emas. U ichkarida. Sen jimlikni o'rganding. Endi esa his-tuyg'ularni butunlay tahlil qilamiz. 3-bob his-tuyg'ular yomon maslahatchi. His-tuyg'ular seni himoya qilmaydi. Ular seni boshqaradi. Agar sen ularni boshqarmasang, buni hozir tushunib ol. His-tuyg'ular yomon maslahatchi. Ular baland gapiradi. Lekin noto'g'ri yo'l ko'rsatadi. Eng katta xatolar qachon qilinadi? Gazab paytida. Stress paytida. Rashk paytida. Bu tasodif emas. Bu mexanizm. Hissiyot kuchayganda on yopiladi. Fikr torayadi. Variantlar yo'qoladi. Shu paytda sen tanlamaysan. Sen reaksiya qilasan. Va reaksiya bu nazorat emas. Chats teke. Yo have choite. Lekin bu tanlov faqat sokin paytingda mavjud. Hissiyot cho'qqisida emas. Gazabni olaylik. Gazab chiqqanda sen haqiqatni emas, zarbani ko'rasan. Sen yechimni emas, galabani xohlaysan. Va ko'pincha o'sha galaba seni yillar orqaga tortadi. Bir ogiz gap. Bir qaror. Bir lahza. Stresschi. Stress seni shoshiltiradi. Seni majbur qiladi, hozir qaror qil. Lekin shoshilgan qaror noto'g'ri qaror. It's not about tezlik, it's about aniqlik. Rashk esa ongni butunlay egallaydi. Sen faktlarni emas, taxminlarni ko'rasan. Sen haqiqatni emas, qo'rquvni tinglaysan. Shuning uchun eslab qol. Sokin ong to'g'ri yo'lni ko'radi. Yana bir bor. Sokin ong to'g'ri yo'lni ko'radi. Agar onging sokin bo'lmasa, sen yo'ldan adashasan. Qancha aqlli bo'lishing muhim emas. Qancha tajribang borligi ham muhim emas. Hissiyot kelganda hamma tenglashadi. Hamma xato qiladi. Farq faqat bittada. Kim to'xtay oladi? Kim yo'q? Yo have choite. Har safar hissiyot ko'tarilganda tanlov bor. To'xtaysanmi yoki oqimga ketasanmi? Ko'pchilik hissiyotini ichki ovoz deb o'ylaydi. Bu xato. Hissiyot bu signal. Buyruq emas. Uni eshit. Lekin unga ergashma. Chats teke. Amaliy qoida bor. Juda oddiy. Agar hissiyot kuchli bo'lsa, qaror qabul qilma. Agar yuraging tez urayotgan bo'lsa, kut. Bu zaiflik emas. It's not about qo'rquv, it's about intizom. Kuchli odam qarorni kechiktira oladi. Zaif odam esa darhol javob beradi. You don't need her permission. Senga hech kim hozir javob ber deb buyruq berolmaydi.
Bu faqat sening ichki bosiming. Keyingi safar jahling chiqsa, bitta ish qil. Jismonan to'xta. Og'zingni yop. Nafasingni sekinlashtir. Bu ongni qayta yoqadi. Bu signalni o'chiradi. Bir necha daqiqa yetarli. Ba'zan bir soat. Ba'zan bir kun. Va shunda sen boshqa odam bo'lib qaror qilasan. Sokinroq. Aniqroq. Kuchliroq. Shuni tushun. His-tuyg'ular yomon. Lekin ular yovuz emas. Ular faqat vaqtinchalik. Ular keladi va ketadi. Lekin qaror qoladi. Noto'g'ri qaror esa yillar qoladi. Charles Dickens. Hayotiy misolni o'ylab ko'r. Necha marta hissiyot bilan gapirib, keyin afsuslangansan. Necha marta jim qolganimda yaxshi bo'lardi degansan. Bu takrorlanmasligi mumkin. Agar sen hozirdan intizomni tanlasang. It's not about hissiyotlarni yo'q qilish, it's about boshqarish. Sokin odam hissiz emas. Sokin odam kuchli. U o'zini biladi. U o'z chegarasini biladi. U qachon gapirishni ham biladi. Va eng muhimi, qachon gapirmaslikni biladi. Sokin ong to'g'ri yo'lni ko'radi. Buni ichingda muhrlab qo'y. Bugundan boshlab yangi qoida o'rnat. Hissiyot keldi, pauza. Pauza keldi, nazorat. Nazorat keldi, kuch. Yo'q xaviya choyti. Har kuni. Har vaziyatda. Bu bob seni ichki dushman bilan tanishtirdi. Endi sen bilasan, muammo tashqarida emas. Muammo ichkarida. Lekin ichki dushman bilan ishlash mumkin. Uni yengish mumkin. Sen hissiyot ustidan nazoratni boshlading. Bu katta qadam. Endi esa yana bir sinf bor. Chunki ba'zan odamlar seni ataylab hissiyotga tortadi. Bu tasodif emas. Bu taktika. Shu sababli keyingi bobda biz buni ochamiz. Odamlar nega seni sinaydi? Va sen buni qanday yengasan? 4-bob provokatsiyalar sinovdir. Provokatsiyalar tasodif emas. Buni hozir aniq tushunib ol. Odamlar seni ataylab sinaydi. Ular sendan reaksiya kutadi. Ular sening chegarangni tekshiradi. Ular sening darajangni o'lchaydi. Bu shaxsiy emas. Bu mexanizm. Kim tez yonadi? Kim o'zini tutolmaydi? Kim ichki intizomga ega emas? Charles Dickens. Har bir provokatsiya bu A. Va har bir testda sening tanloving bor. Yo'q xaviya choyti. Sen o'yinga kirasanmi? Yoki o'yinni buzasanmi? Ko'pchilik provokatsiyani haqorat deb qabul qiladi. Shu yerda xato qiladi. Provokatsiya bu chaqiriq emas. Bu o'lchov. Har bir provokatsiya sening darajangni o'lchaydi. Yana eshit. Har bir provokatsiya sening darajangni o'lchaydi. Ish joyini olaylik. Hamkasbing kinoya qildi. Rahbaring oldida seni siqdi. U nimani kutdi? Reaksiya. Oqlanish. Jahldor javob. Agar sen shuni bersang, testdan yiqilding. Agar sen jim qolsang, testdan otding. Jimlik bu yerda qo'rqoqlik emas. Bu strategiya. It's not about ego, it's about intizom. Munosabatlarda ham shunday. Ba'zan odamlar ataylab bosadi. Ataylab gap tashlaydi. Ular sening zaif joyingni qidiradi. Topsa yana bosadi. Topolmasa chekinadi. You don't need their permission. Senga hech kimning bosimiga javob berish majburiyati yo'q. Bu ichki qaror. Ko'cha hayotidachi. Bitta qarash. Bitta so'z. Bitta harakat. Provokatsiya. Toza. Oddiy. Xavfli. Ko'pchilik shu yerda yiqiladi. Bir lahzalik reaksiya. Va oqibat yillar davom etadi. Shuni tushun. Provokator g'alabani istamaydi. U nazoratni istaydi. Agar seni jahlga keltirsa, u yutdi. Agar seni o'ylashga majbur qilsa, sen yutding. Charles Dickens. Provokatsiyalar kuchli odamlarni bezovta qilmaydi.
Ular faqat zaiflarni ushlaydi. Shuning uchun bu sinov. Yo'q xavier choyti. Har safar provokatsiya bo'lganda tanlov bor. Reaksiya yoki nazorat. Amaliy qoida bor. Juda aniq. Provokatsiyani sezgan zahoti sekinlash. Gapni emas, vaziyatni kuzat. Provokator tezlikni xohlaydi. U seni shoshiltirmoqchi. Sen esa sekinlashasan. It's not about tezlik, it's about ustunlik. Provokatsiya bu tuzoq. Tuzoqdan chiqishning yo'li shoshilmaslik. Ishxonada provokatsiya bo'lsa, hujjat bilan gapir. Munosabatda bo'lsa, vaqt bilan gapir. Ko'chada bo'lsa, masofa bilan gapir. Bu qochish emas. Bu ongli tanlov. You don't need her permission. Senga hech kim hozir javob ber demaydi. Bu faqat ichki bosim. Provokatsiyaga javob bermaslik kuch belgisi. Bu ichki tayanch borligini ko'rsatadi. Odamlar buni sezadi. Va sezgach to'xtaydi. Nega? Chunki provokatsiya faqat reaksiya bo'lsa ishlaydi. Reaksiya bo'lmasa o'yin yo'q. Chats teki. Endi shuni eslab qol. Provokatsiya kelganda savol ber. Bu hozir testmi? Agar bo'lsa, sen baho qo'yasanki, javob bermaysan. Agar bahs bo'lsa, sen tanlaysanki, jim qolasanki. Bu sening kuching. Har bir provokatsiya sening darajangni o'lchaydi. Bugun sen qaysi darajani ko'rsatmoqchisan? Past darajami? Yoki baland? Kuchli odamlar provokatsiyani yoqilg'i sifatida ishlatadi. Ular energiyani ichkariga buradi. Ular jimlashadi. Kuch yigadi. Jimlik bu kuch yigilayotgan payt. Bu oldingi bobdan esingda bo'lsin. Bugun sen bitta narsa o'rganib chiqyapsan. Provokatsiya dushman emas. U o'qituvchi. U senga shuni ko'rsatadi. Qayerda sen hali mustahkam emassan? Qayerda sen hali reaksiya qilasan? Va bu yaxshi. Chunki bilish tuzatishning boshlanishi. Yo'q xavier choyti. Keyingi provokatsiya kelganda sen ozgacha javob berasan. Aniqrog'i javob bermaysan. Bu seni yutqazdiradimi? Yo'q. Bu seni ustun qiladi. Provokatsiyani yengding. Bu katta qadam. Lekin hali yana bir muhim haqiqat bor. Ba'zan muammo provokatsiyada emas. Muammo bizning gapirishimizda. Chunki ko'p odamlar ortiqcha gapirib o'zini fosh qiladi. Ular jim bo'lishni bilmaydi. Endi biz aynan shuni ochamiz. Chunki kuch ba'zan gapirmaslikda emas, balki kam gapirishdadir. 5-bob kim ko'p gapirsa, kam nazorat qiladi. Ko'p gapirish bu kuch emas. Bu signal. Va bu signal zaiflikni ko'rsatadi. Buni hozir aniq tushun. Kim ko'p gapirsa, u o'zini himoya qilmoqda. Kim o'zini himoya qilsa, u ichidan ishonchsiz. Chats teki. Ortiqcha izoh berish bu ichki tayanch yo'qligining belgisi. O'zingni oqlash bu past pozitsiya. Bu sening ustun emasligingni bildiradi. Kuchli odam o'zini oqlamaydi. U tushuntirmaydi. U isbotlamaydi. U qiladi. Natija gapiradi, sen emas. Yana eshit. Natija gapiradi, sen emas. Yo'q xavier choyti. Sen gap bilan o'zingni himoya qilasanmi? Yoki jimlik va harakat bilan pozitsiyani saqlaysanmi? Ko'pchilik xato qiladi. Ular o'zini tushuntirishga uradi. Ular noto'g'ri tushunishdan qo'rqadi. Lekin shuni tushun. Seni noto'g'ri tushunadigan odam seni baribir tushunmaydi. Qancha gapirsang ham. You don't need her permission. Senga hech kimning roziligi shart emas. Senga ichki aniqlik yetarli. Ish joyini yana bir bor ko'r. Kim doim gapiradi? Kim doim majlisda o'zini oqlaydi? Ko'pincha eng kam natija qiladigan odamlar. Chunki ularning yagona quroli so'z. Yetakchi esa kam gapiradi. U gapirganda esa aniq gapiradi. Va hamma jim bo'ladi. Nega? Chunki uning ortida natija bor. Chats teki.
Gap bu energiya. Agar sen uni behuda sarflasang, kuch qolmaydi. Jimlik esa energiyani saqlaydi. It's not about gapirish, it's about intizom. Og'zingni oqlashga e'tibor ber. Qachon oqlanyapsan? Qachon ortiqcha izoh beryapsan? Odatda bosim ostida. Odatda ishonch yetishmaganda. Odatda reaksiya paytida. Demak, muammo gapda emas. Muammo ichkarida. Yo'q have choyti. Keyingi safar og'zingni oqlamoqchi bo'lsang, to'xta. Savol ber, men haqiqatan ham buni qilishim kerakmi? Ko'p hollarda javob yo'q. Kuchli odamlar kam gapirishning yana bir sababi bor. Ular biladi, har bir aytilgan so'z ma'lumot. Va ma'lumot qudrat. Agar sen hamma narsani aytib qo'ysang, agar sen rejalaringni ochsang, agar sen hissiyotlaringni so'z bilan tashlasang, sen o'zingni ochib qo'yding. Chats teke. Jimlik bu himoya. Jimlik bu nazorat. Jimlik bu ustunlik. Bu sovuqqonlik emas. Bu intizom. It's not about sovuqqonlik, it's about boshqaruv. Ko'p gapiradigan odamlar ko'pincha shunday deydi. Men shunchaki ochiqman. Men ichimdagini aytaman. Bu bahona. Bu nazoratsizlik. Ochiqlik bu tanlov bo'lsa kuch. Majburiyat bo'lsa zaiflik. You don't need her permission. Senga hamma narsani aytib berish shart emas. Senga jim qolish huquqi bor. Endi amaliy qoida. Juda aniq. Agar gapirish vaziyatni yaxshilamasa, gapirma. Agar gapirish seni kuchli qilmasa, gapirma. Agar gapirish faqat hissiyot bo'lsa, gapirma. Chats teke. Kuchli odam gapirmasdan ham seziladi. U xonaga kirganda energiya o'zgaradi. Chunki u ichkaridan barqaror. Bu bir kunda bo'lmaydi. Bu mashq. Har kuni kamroq gapir. Har kuni ko'proq kuzat. Har kuni kamroq tushuntir. Va ko'proq qil. Natija gapiradi, sen emas. Bu gapni o'zingga singdir. Bugun sen yana bir illyuziyadan chiqyapsan. Ko'p gapirsam kuchliman degan illyuziyadan. Yo'q. Ko'p gapirsang ko'rinib qolasan. Ko'rinib qolsang boshqarilasan. Yo'q have choyti. Jimlikni tanlaysanmi? Yoki yana eski odatni? Jimlik seni sekin kuchli qiladi. Gap esa tez zaiflashtiradi. Endi sen tushunyapsan. Reaksiya zaiflik edi. Jimlik yutish edi. Hissiyot yomon maslahatchi edi. Provokatsiya sinov edi. Ortiqcha gap nazorat yo'qligi edi. Bular zanjir. Va sen bu zanjirni uzayapsan. Lekin haqiqiy kuch faqat gapni nazorat qilish bilan tugamaydi. Chunki eng katta sinov hech kim ko'rmayotganda boshlanadi. Endi tashqi emas, ichki intizom haqida gaplashamiz. Chunki odamni kuchli qiladigan narsa ko'z ostida emas. Jimlikda qilinadigan ishlar. Sen gapni nazorat qilding. Endi o'zingni to'liq nazorat qilish vaqti keldi. 6-bob ichki intizom tashqi hurmatni keltiradi. Hurmat so'ralmaydi. Hurmat talab qilinmaydi. Hurmat qozoniladi. Va u tashqaridan boshlanmaydi. U ichkaridan boshlanadi. Agar sen o'zingni boshqara olmasang, hech kim seni jiddiy qabul qilmaydi. Bu achchiq haqiqat. Lekin haqiqat. Ichki intizom bu o'zing bilan tuzilgan shartnoma. Hech kim ko'rmayotganda ham unga amal qilish. Chats teke. Ko'pchilik hurmatni tashqi narsalardan qidiradi. Ovozdan, lavozimdan, puldan. Lekin bularning bari vaqtinchalik. Agar ichki intizom bo'lmasa, baribir yo'qoladi. Yo'q have choyti. Sen o'zingni ichkaridan tartibga solasanmi? Yoki tashqi tasdiqni kutasanmi? O'zini boshqara olgan odam tinch yuradi. U shoshilmaydi. U ortiqcha gapirmaydi. Va odamlar buni sezadi. Har doim sezadi. Hurmat shovqinda tugilmaydi. Hurmat barqarorlikda tugiladi. O'zingni boshqara olsang, hayotni boshqarasan.
Yana eshit. O'zingni boshqara olsang, hayotni boshqarasan. Ichki intizom nimadan boshlanadi? Mayda narsalardan. Qachon turasan? Qachon uxlayasan? Nimani yeysan? Nimani tomosha qilasan? Ko'pchilik bu narsalarni ahamiyatsiz deb o'ylaydi. Ammo aynan shu joyda kuch yaratiladi. It's not about katta rejalari, it's about kundalik intizom. Agar sen har kuni o'zingga bergan va'dani buzsang, agar sen keyinroq deb o'zingni aldasang, agar sen qulaylikni tanlasang, sen ichingda hurmatni yo'qotasang va odamlar buni sezadi. You don't need their permission. Senga hech kim intizomli bo'lishga ruxsat bermaydi. Bu sening tanloving. Ichki intizom jim bo'ladi. U reklama qilinmaydi. U ko'z-ko'z qilinmaydi. Lekin u natija beradi. Har doim. Kuchli odamlar nega hurmat qilinadi, bilasanmi? Chunki ular o'zini ushlay oladi. Ular kayfiyatga qarab yashamaydi. Kayfiyat keladi. Kayfiyat ketadi. Intizom qoladi. Chats teke. Misolni ko'r. Bir odam doim va'dasida turadi. Gapirmaydi. Bahona qilmaydi. Shunchaki qiladi. Ikkinchi odamchi. Doim gapiradi. Doim tushuntiradi. Doim kechikadi. Qaysi birini hurmat qilasan? Savol oddiy. Hurmat talab qilinmaydi. U avtomatik paydo bo'ladi. Ichki intizom bu o'zini rad etish san'ati. Hozirgi qulaylikdan voz kechish. Kelajakdagi kuch uchun. It's not about qulaylik, it's about intizom. Bugun turib mashq qilmaslik qulay. Bugun jim qolmaslik qulay. Bugun reaksiya qilish qulay. Lekin sen boshqa yo'lni tanlaysan. Chunki sen kuchni tanlaysan. Yo have choyti. Har tong. Har kecha. Ichki intizom bu o'z ustingdan galaba. Va bu galaba ko'rinmaydi. Lekin u seziladi. Odamlar sen bilan boshqacha gaplasha boshlaydi. Chegarani his qiladi. Bosimni kamaytiradi. Nega? Chunki sen ichkaridan mustahkamsan. Hurmat shovqindan emas, barqarorlikdan tugiladi. Chats teke. Endi amaliy qoida. Oddiy. Lekin qattiq. Har kuni bitta narsa qil. Kayfiyating bo'lmasa ham. Charchagan bo'lsang ham. Bu mashq bo'lishi mumkin. Bu oqish bo'lishi mumkin. Bu jimlik bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Muhimi sen sozingda tur. Shu tarzda sen o'zingga ishonchni qayta qurasan. Va o'zingga ishongan odamni boshqalar ham hurmat qiladi. You don't need their permission. Senga hech kim sen endi intizomlisan demaydi. Buni sen o'zing isbotlaysan. Ichki intizom seni sokin qiladi. Sokin odam esa xavfli odam. Chunki u reaksiya qilmaydi. U kutadi. U tanlaydi. U nazorat qiladi. O'zingni boshqara olsang, hayotni boshqarasan. Bu bobning yuragi shu. Bugun sen yana bir darajaga chiqyapsan. Endi sen gapni nazorat qilasan. Hissiyotlarni boshqarasan. Provokatsiyani yengasan. Va endi ichki intizomni qurayapsan. Lekin hali bitta muhim farq bor. Intizom bilan sabrni ko'pchilik adashtiradi. Ba'zilar sabrni sustlik deb o'ylaydi. Ba'zilar kutishni zaiflik deb o'ylaydi. Bu katta xato. Chunki haqiqiy kuch shoshilmaydi. U kutadi. U vaqtni biladi. Endi navbat sabrga. Lekin passiv sabr emas. Faol, ongli sabrga. Sen o'zingni boshqarding. Endi vaqtni boshqarishni o'rganamiz. 7-bob sabr bu passivlik emas. Ko'pchilik sabrni noto'g'ri tushunadi. Ular sabrni kutish deb o'ylaydi. Ular sabrni harakatsizlik deb o'ylaydi. Bu xato. Katta xato. Sabr bu kuch. Sabr bu nazorat. Sabr bu ongli tanlov. Chats teke. Sabr qiladigan odam sust emas. U shoshilmaydi.
bu boshqa narsa. Shoshilish bu ichki betinchlik. Shoshilish bu qo'rquv. Shoshilish bu nazorat yo'qligi. It's not about tezlik, it's about intizom. You have a choice. Sen tez harakat qilib yutqazasanmi? Yoki sekin, jim va aniq harakat qilib yutasanmi? Tarixga qaragin. Katta galabalar qachon bo'lgan? Bir kunda bo'lganmi? Yo'q. Ular sekin qurilgan. Jim qurilgan. Kozga tashlanmasdan. Sabr qilgan odam tayyorlanadi. Shoshilgan odam xato qiladi. Sabr qilgan yutadi, shoshilgan yutqazadi. Yana eshit. Sabr qilgan yutadi, shoshilgan yutqazadi. Harakatsizlik bilan sabrni adashtirma. Harakatsizlik bu qochish. Sabr bu kutib turib ichkarida ishlash. Sabr bu tashqarida jimlik, ichkarida intizom. Chats teke. Ko'pchilik natijani tez xohlaydi. Hurmatni tez xohlaydi. Pulni tez xohlaydi. Galabani tez xohlaydi. Va shu tezlik ularni sindiradi. Chunki hayot tezlikka emas, barqarorlikka bo'ysunadi. Barqarorlik esa sabr bilan quriladi. You don't need their permission. Senga hech kim tezroq bo'l deb buyruq bera olmaydi. Bu faqat ichki bosim. Sabr bu bosimni ko'tara olish. Bu ichki sukunatni saqlab qolish. Misolni ko'r. Bir odam har kuni jim ishlaydi. Hech kimga ko'rinmaydi. Hech kimga isbotlamaydi. Ikkinchi odamchi. U shoshiladi. U shovqin qiladi. U hamma joyda o'zini ko'rsatadi. Bir yil o'tadi. Kim oldinga chiqqan bo'ladi? Javob aniq. Chats teke. Sabr qiladigan odam provokatsiyaga tushmaydi. U reaksiya qilmaydi. U vaqtni o'z tomoniga ishlatadi. Shoshilgan odam esa vaqtga qarshi o'ynaydi. Va vaqt har doim yutadi. It's not about kuch, it's about vaqt bilan ishlash. Sabr bu strategiya. Bu reja. Bu ichki tayyorgarlik. Sabr qilayotganingda sen bosh emassan. Sen o'zingni mustahkamlaysan. Sen kuzatasan. Sen o'rganasan. Va eng muhimi, sen xato qilmayapsan. You have a choice. Bugun darhol javob berasanmi? Yoki kutib to'g'ri javob berasanmi? Bugun darhol harakat qilasanmi? Yoki vaqtni tanlaysanmi? Kuchli odamlar kutishni biladi. Ular sabrni qurolga aylantiradi. Chunki ular biladi, vaqt bosimni yengadi. Sabr qilgan yutadi, shoshilgan yutqazadi. Bu shunchaki gap emas. Bu qonun. Amaliy qoida bor. Agar nimadir seni shoshiltirayotgan bo'lsa, to'xta. Agar nimadir hozir bo'lishi shart deyotgan bo'lsa, to'xta. Bu ko'pincha tuzoq. Sabr bu o'sha tuzoqni ko'ra olish qobiliyati. Chats teke. Sabr qilgan odam hissiyotga berilmaydi. U gazab bilan qaror qilmaydi. U rashk bilan harakat qilmaydi. U sokin. Va sokin ong to'g'ri yo'lni ko'radi. Sabr seni sekinlashtiradimi? Yo'q. U seni aniqlashtiradi. Aniq odam kam xato qiladi. Kam xato qilgan odam uzoqqa boradi. You don't need their permission. Senga hech kim endi kut yoki endi yur demaydi. Bu qaror seniki. Bugungi jamiyat sabrni yo'qotgan. Hamma tez. Hamma shoshqaloq. Shu sababli sabr qilgan odam ajralib turadi. U kam uchraydi. Va shu sababli qimmat. It's not about ko'rinish, it's about ichki kuch. Sabr bu ichki kuchning eng sokin ko'rinishi. Bugun sen shuni o'rganishing kerak. Harakat qilishdan oldin kutish. Gapirishdan oldin sukut. Javob berishdan oldin pauza. Bu zaiflik emas. Bu ustunlik. Chats teke. Sabr qilgan odam oxirgi zarbani beradi. Shoshilgan odam esa birinchi zarbada charchaydi. Sen qaysi birini tanlaysan? You have a choice. Har kuni. Har vaziyatda. Bugun sen sabrni qayta ta'riflading. Endi sen bilasan.
Sabr bu passivlik emas. Sabr bu nazorat. Lekin sabr bilan yana bir sifat bog'liq. Ko'pchilik uni sovuqqonlik bilan adashtiradi. Sovuqqon bo'lish hissiz bo'lish emas. Bu boshqa daraja. Endi biz shu darajaga o'tamiz. Chunki haqiqiy kuch hissiyotdan yuqorida turish. Sen shoshilmaslikni o'rganding. Endi bosim ostida ham sokin qolishni o'rganasan. 8-bob sovuqqonlik bu qalbning kuchidir. Sovuqqonlikni noto'g'ri tushunma. Bu hissizlik emas. Bu sovuqlik emas. Sovuqqonlik bu nazorat. Ichki nazorat. Hissiz odam qochadi. Sovuqqon odam boshqaradi. Chats teki. Ko'pchilik sovuqqon bo'lishdan qo'rqadi. Chunki ular qalbim olib qoladi deb o'ylaydi. Bu yolg'on. Sovuqqonlik qalbni oldirmaydi. U qalbni himoya qiladi. Yo have choyti. Sen hissiyotlarga qul bo'lasanmi? Yoki ularni boshqarasanmi? Bosim ostida kim sindiriladi? Hissiyot bilan yashaydigan odam. Bosim ostida kim mustahkam qoladi? Sovuqqon odam. Sovuqqonlik nazorat belgisi. Yana eshit. Sovuqqonlik nazorat belgisi. Bosim kelganda ong ikki yo'lni tanlaydi. Yoki hissiyotga beriladi. Yoki kuzatadi. Sovuqqon odam kuzatadi. U vaziyatni yuqoridan ko'radi. U ichkarida qoladi. Chats teki. Misollarni ko'r. Sportchi finalda. Bir xato hammasi tugaydi. Kim yutadi? Eng kuchlisi emas. Eng sovuqqoni. U yuragini sekinlashtiradi. Nafasini boshqaradi. Harakatni aniq qiladi. Bosim ostida sindirilmagan odamlar shunday yaratiladi. Ish dunyosida ham shunday. Inqiroz paytida kim yutadi? Vahimaga tushganlar emas. Sovuqqonlar. Chunki vahima qarorni oldiradi. Sovuqqonlik esa uni tirik qoldiradi. It's not about hissiz bo'lish, it's about intizom. Sovuqqonlik tugma emas. Bu mashq. Bu odat. You don't need her permission. Senga hech kim endi sovuqqon bo'l demaydi. Bu ichki qaror. Sovuqqonlik qachon sinovdan o'tadi? Qachonki kimdir seni bosganda. Qachonki vaqt siqilganda. Qachonki yo'qotish xavfi bo'lganda. Aynan shu paytda sen kim ekaning bilinadi. Ko'pchilik shu yerda yonadi. Ular baland gapiradi. Ular keskin harakat qiladi. Bu zaiflik. It's not about jasorat, it's about nazorat. Sovuqqon odam jim. Lekin bosh emas. U ichkarida ishlayapti. U savol beradi. U variantlarni ko'radi. U eng kam xatoli yo'lni tanlaydi. Chats teki. Amaliy qoida bor. Bosim kelganda 3 ta ish qil. Birinchisi to'xta. Ikkinchisi nafasni sekinlashtir. Uchinchisi qarorni kechiktir. Bu vaqt yutish emas. Bu ongni saqlab qolish. Sovuqqonlik nazorat belgisi. Ko'pchilik tezlikni kuch deb o'ylaydi. Bu xato. Tezlik ko'pincha vahima. Sekinlik esa aniqlik. It's not about tez javob, it's about to'g'ri javob. Sovuqqon odamlar ko'p gapirmaydi. Ular ko'p va'da bermaydi. Ular ko'p shovqin qilmaydi. Lekin ular oxirida qoladi. Va ular yutadi. Yo have choyti. Keyingi bosimda yonasanmi? Yoki sovuqqon qolasanmi? Sovuqqonlikni noto'g'ri sabab bilan ishlatma. Bu qochish uchun emas. Bu ustunlik uchun. Sovuqqonlik bu hissiyotlarni qamash emas. Bu ularni joyiga qo'yish. Hissiyot bor. Lekin u rulda emas. Rul sening qo'lingda. Chats teki. Sovuqqon odam adashmaydi deb o'ylama. U ham xato qiladi. Lekin u xatoni hissiyot bilan kattalashtirmaydi. U to'xtaydi. Tuzatadi. Davom etadi. Bu katta farq. You don't need her permission.
Senga hech kim hissiyot ko'rsat yoki ko'rsatma demaydi. Bu sening ichki qoidang. Bugungi dunyo hissiyot sotadi. Drama, vahima, shovqin. Sovuqqon odam buni sotib olmaydi. Shu sababli u kamyob. Va shu sababli qimmat. It's not about trend, it's about barqarorlik. Sovuqqonlik bu qalbni yopish emas. Bu qalbni himoya qilish. Bosim ostida sinmagan odamlar shunday yaratiladi. Sekin, jim, ongli. Sovuqqonlik nazorat belgisi. Bu gapni og'zingga muhrla. Bugun sen yana bir darajaga chiqyapsan. Endi sen shoshilmayapsan. Endi sen hissiyotga berilmayapsan. Endi sen bosimni ko'tara olasan. Lekin bu ham oxiri emas. Chunki haqiqiy kuch faqat sovuqqonlikda emas. U yana bir narsada yashirin. Ba'zan eng kuchli odamlar eng kam ko'rinadi. Ular jim ishlaydi. Ular jim yutadi. Endi biz aynan shu jim kuch haqida gaplashamiz. Chunki g'alaba har doim ko'zga tashlanib kelmaydi. Sen bosimni ko'tara olding. Endi ko'rinmas kuchni qurish vaqti keldi. 9-bob reaksiya qilmaydigan odam xavfli odam. Eng xavfli odam kimligini bilasanmi? Baqiradigan odam emas. Tahdid qiladigan odam emas. Doim gapiradigan odam ham emas. Eng xavfli odam reaksiya qilmaydigan odam. Jim. Sokin. Oqib bo'lmaydigan. Chats teke. Odamlar nimadan qo'rqadi? Noma'lumlikdan. Oldindan bilib bo'lmaydigan narsadan. Agar seni jahling chiqarmasa bo'lmasa. Agar seni oqib bo'lmasa. Agar sening keyingi qadamingni bilib bo'lmasa. Sen ustunsan. Nimani o'ylayotganing bilinmasa, sen ustunsan. Yana eshit. Nimani o'ylayotganing bilinmasa, sen ustunsan. Ko'pchilik o'zini fosh qiladi. Yuzi bilan, so'zi bilan, reaksiyasi bilan. Bir qarash, bir ohang, bir jahl va hammasi ayon bo'ladi. Reaksiya qilmaydigan odam esa yopiq tizim. U ma'lumot bermaydi. U signal chiqarmaydi. Psixologik ustunlik aynan shu yerda boshlanadi. Yo have choyti. Sen ochiq kitob bo'lasanmi? Yoki yopiq strategiya bo'lasanmi? Jim odamlar nega kuchli raqib? Chunki ular seni majbur qiladi. Sen o'ylaysan. Sen taxmin qilasan. Sen xato qilasan. Chats teke. Psixologiyada bitta qoida bor. Kim ko'p reaksiya qilsa, ko'p ma'lumot beradi. Kim kam reaksiya qilsa, kam ma'lumot beradi. Ma'lumot bu kuch. Va kuchni sen bermayapsan. It's not about sir saqlash, it's about intizom. Reaksiya qilmaydigan odam sovuq ko'rinishi mumkin. Lekin u ichkarida juda faol. U kuzatyapti. U hisoblayapti. Bosim ostida kim yutadi? Hissiyot bilan yonadigan odam emas. Sokin, jim va sabrli odam. Ishxonada buni ko'r. Ikki xil odam bor. Biri tanqid eshitdi, darhol javob berdi. Oqlandi. Bahslashdi. Ikkinchisi jim qoldi. Yozib oldi. Kuzatdi. Bir necha oy o'tadi. Kim oldinga chiqadi? Javobni bilasan. Chats teke. Reaksiya qilmaydigan odamni sindirish qiyin. Chunki uni qaysi tugmasini bosishni bilishmaydi. Va bilishmasa yutishmaydi. You don't need their permission. Senga hech kim o'zingni ochib ber deb buyruq bera olmaydi. Bu sening ichki chegarang. Ko'cha hayotida ham shunday. Provokatsiya bo'ladi. So'z tashlanadi. Kim javob bersa xavfga kiradi. Kim javob bermasa nazoratni saqlaydi. Bu qo'rqoqlik emas. Bu omon qolish emas. Bu ustunlik. It's not about qo'rqish, it's about strategiya. Reaksiya qilmaydigan odam har doim oxirgi so'zni aytadi. Ba'zan umuman aytmaydi. Va aynan shu bilan yutadi. Nimani o'ylayotganing bilinmasa, sen ustunsan.
Bu faqat tashqi o'yin emas. Bu ichki intizom natijasi. Iching qaynab turgan bo'lishi mumkin. Lekin tashqarida sokinlik. Bu haqiqiy kuch. Yo'q havya choyti. Ichingdagini darhol chiqarasanmi? Yoki uni nazoratga olasanmi? Nazorat bu vaqt sotib olish. Vaqt bu ustunlik. Chat-teke. Reaksiya qilmaydigan odamlar kam. Shu sababli ular qimmat. Shu sababli ular yetakchi bo'ladi. Odamlar bunday odamni hurmat qiladi. Ba'zan tushunmasa ham. Ba'zan yoqtirmasa ham. Chunki ichkaridan mustahkamlik seziladi. It's not about yoqimli bo'lish, it's about barqaror bo'lish. Endi amaliy qoidaga o'tamiz. Keyingi safar seni kimdir bosganda, darhol javob bermagin. Yuzingni o'zgartirmagin. Ovozingni ko'tarmagin. Jim qol. Kuzat. Ichingda sanab chiq. Bu mashq. Va bu mashq seni xavfli qiladi. Reaksiya qilmaydigan odamni yengish uchun raqib ko'p kuch sarflaydi. Va ko'p xato qiladi. Sen esa kam harakat qilasan. Kam gapirasan. Kam xato qilasan. Chat-teke. Shuni ham tushun. Reaksiya qilmaslik doim jim yurish degani emas. Bu to'g'ri vaqtda gapirish degani. Lekin vaqtni sen tanlaysan. Joyni sen tanlaysan. Ohangni sen tanlaysan. You don't need her permission. Bugungi dunyo shovqinli. Hamma gapiryapti. Hamma reaksiya qilyapti. Shu sababli jim odam ajralib turadi. Va ajralib turgan odam xavfli bo'ladi. Nimani o'ylayotganing bilinmasa, sen ustunsan. Bu bobning yuragi shu. Bugun sen yana bir darajani egallading. Endi sen reaksiya qilmaydigan odam nima uchun kuchli ekanini bilasan. Endi sen jimlik qanday qurol ekanini bilasan. Lekin bu qurolni doim charxlash kerak. Aks holda u sustlashadi. Chunki nazorat bu bir martalik qaror emas. Bu kundalik mashq. Endi oxirgi bosqichga yaqinlashyapmiz. Chunki hamma narsani bo'glab turadigan narsa bor. Bu intizomning eng muhim shakli. Ko'rinmaydigan. Jim. Sen tashqi dunyoni yengding. Endi ichki tizimni barqaror qilish vaqti keldi. 10-bob nazorat bu kundalik mashq. Nazorat tugma emas. Buni hozir aniq tushunib ol. Ba'zi odamlar shunday deydi. U shunchaki sokin. U shunchaki sovuqqon. Yo'q. U mashq qilgan. Nazorat bu iste'dod emas. Nazorat bu odat. Nazorat bu kundalik mashq. Chat-teke. Hech kim nazorat bilan tugilmaydi. Hamma reaksiya bilan tugiladi. Farq shundaki, kimdir shu holatda qoladi, kimdir esa ishlaydi. Yo'q havya choyti. Sen eski avtomatik reaksiya bilan yashaysanmi? Yoki ongli nazoratni qurib chiqasanmi? Nazorat bir kunda paydo bo'lmaydi. U kichik qarorlar bilan yaratiladi. Har kuni. Har vaziyatda. Bugun nazorat, ertaga kuch. Yana eshit. Bugun nazorat, ertaga kuch. Har kuni sen sinovdasiz. Har kuni hayot seni tekshiradi. Bir so'z bilan. Bir qarash bilan. Bir xabar bilan. Va har safar savol bitta. Sen reaksiya qilasanmi? Yoki sen kuzatasanmi? Chat-teke. Nazorat bu javob bermaslikni bilish. Har safar emas. Lekin ko'p hollarda. Nazorat bu pauza. Nazorat bu sukut. Nazorat bu ichki tormoz. Ko'pchilik tormozsiz yashaydi. Shu sababli ular tez yiqiladi. It's not about tezlik, it's about boshqaruv. Har kuni mashq qilinadigan 3 asosiy narsa bor. Birinchisi, tilni nazorat qilish. Hammasini aytma. Darhol aytma. Keraksizini aytma. Ikkinchisi, hissiyotlarni kuzatish. Jahling chiqyaptimi? Qaynatib yuboryaptimi? To'xta. Nafas ol. Kuzat. Uchinchi, reaksiya qilmaslikni tanlash.
Aynan eng qiyin paytda. You don't need her permission. Senga hech kim javob ber deb buyruq bermaydi. Bu faqat ichki impuls. Nazorat bu impulsdan kuchliroq bo'lish. Chats teke. Nazorat mashq bilan keladi. Qanday mashq? Bugun bitta provokatsiyani javobsiz qoldir. Bugun bitta bahsga kirmagin. Bugun bitta hissiy qarorni kechiktir. Shunaqa oddiy. Lekin ta'siri katta. Ko'pchilik aynan shu joyda to'xtaydi. Ular keyin deydi. Ular ertadan deydi. Lekin nazorat kechikishni yoqtirmaydi. U hozir boshlanadi. Yo have choyti. Bugun boshlaysanmi? Yoki yana kutasanmi? Nazorat bu ichki sport zali. Mashq qilmasang kuch ketadi. Mashq qilsang kuch yigiladi. Va bu kuch shovqin qilmaydi. U jim. Bugun nazorat, ertaga kuch. Nazoratli odamning hayoti boshqacha oqadi. U kam xato qiladi. U kam pushaymon bo'ladi. U kam yonadi. Va shu sababli u uzoqqa boradi. It's not about mukammallik, it's about intizom. Ba'zan sen baribir yiqilasan. Ba'zan baribir reaksiya qilasan. Bu normal. Muhimi qaytish. Muhimi davom etish. Nazorat bu uzluksizlik. Bir marta emas. Har kuni. You don't need her permission. Senga hech kim endi sen o'zgarding demaydi. Buni sen hayoting bilan ko'rsatasan. Bugun sen boshqalarga qaraganda jimroq bo'lasan. Bugun sen biroz sekinroq bo'lasan. Bugun sen biroz kamroq reaksiya qilasan. Va bu yetarli. Chats teke. Nazoratli odamni hayot hurmat qiladi. Odamlar sezadi. Vaziyatlar yumshaydi. Chunki hayot shovqinni emas, barqarorlikni yoqtiradi. Bugun nazorat, ertaga kuch. Bu faqat shior emas. Bu yo. Bugun sen bu kitob davomida ko'p narsani o'rganding. Reaksiya zaiflik ekanini bilding. Jimlik yutish ekanini bilding. Hissiyot yomon maslahatchi ekanini bilding. Provokatsiya sinov ekanini bilding. Ortiqcha gap nazorat yo'qligi ekanini bilding. Ichki intizom hurmat keltirishini bilding. Sabr passivlik emasligini bilding. Sovuqqonlik qalb kuchi ekanini bilding. Reaksiya qilmaydigan odam xavfli ekanini bilding. Endi bularning barchasini bog'laydigan bitta narsa bor. Nazorat. Nazorat bu markaz. Nazorat bu asos. You have choyti. Bu bilimni shunchaki eshitib qo'yasanmi? Yoki uni hayotingga aylantirasanmi? Shu yerda hamma narsa hal bo'ladi. Bugundan boshlab sen mashq qilasan. Jim mashq. Sokin mashq. Ko'rinmas mashq. Va bir kun kelib odamlar shunday deydi. U o'zgargan. U boshqacha. Sen esa jim turasan. Chunki sen bilasan. Bu bir kunda bo'lmagan. Bugun nazorat, ertaga kuch. Endi sen bilasan. Kuch javob berishda emas. Kuch javob bermaslikda. Kimki seni reaksiya qilishga majbur qilsa, seni boshqarishni xohlaydi. Bugundan boshlab sen jim bo'lasan. Sokin bo'lasan. Lekin ichingda temir kabi mustahkam bo'lasan. Har safar jahling chiqsa, to'xta. Har safar gapirmoqchi bo'lsang, kuzat. Har safar reaksiya qilmoqchi bo'lsang, esla, nazorat sendadir. Endi savol bitta. Sen eski odaming bo'lib qolasanki yoki jim, sokin va yengilmas versiyangni tanlaysanmi? Agar bu audio kitob sizga foyda bergan bo'lsa, biling, bu kanal jim ishlaydi, lekin kuchli natija beradi. Bu yerda har kuni yangi audio kitob chiqadi. Sokin intizom, ruhiy kuch va ongni mustahkamlovchi darslar. Shu sababli yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Agar eshitganlaringiz sizga ta'sir qilgan bo'lsa, like bosing. Bu kuchli kontentni davom ettirishimizga yordam beradi. Va izohlarda yozing, qaysi fikr sizni o'ylantirdi. Jimlikda kuch bor.